Assalomu alaykum. Biz bugungi darsimizda Kero kontrolda xavfsizlik masalalarini ko'rib o'tamiz. Ya'ni qaysi ma'nodaki siz foydalanuvchilarga login parol berasiz. Mana shu foydalanuvchining login parolidan aynan o'sha foydalanuvchining o'zi foydalanishi kerak yoki siz o'sha sistemada qanaqadir foydalanuvchisiz, sizning login parolingizdan boshqalar foydalana olmasin. Misol uchun sizning parolingizni bilib qolishgan taqdirda ham siz o'zingiz profilingizni himoyalash usullari bor. Misol uchun hozirgi keng tarqalgan usullardan bittasi bu ikki bosqichli autentifikatsiya deb yuritiladi. Misol uchun siz loginingizni, parolingizni terasiz, sistemaga kirish uchun yana qo'shimcha ravishda SMS orqali kelgan qanaqadir kod yoki maxsus приложениялар orqali har 30 sekundda hosil qilib turiladigan qo'shimcha kodlarni kiritish talab qilinadi. Kero kontrolda ham aynan shu narsaning imkoniyati mavjud. Buning uchun nima qilamiz? Buning uchun Keroni administratsiya qismiga kiramiz. Admin salom 321. Tak, mana shu kirdik. Kirganimizdan keyin mana shu bosh oynada, asosiy menyuda mana domen autentifikatsiya pользователя degan bo'lim bor. Mana shu bo'limda parametri безопасности bo'limiga o'tasiz. Va bu yerda двухшаговый, ya'ni ikki qadamli проверка, ya'ni tekshiruv bor. Po umolchaniya holatda sizda mana bu галочка qo'yilmagan bo'ladi. Siz mana shu галочкani qo'yasiz va применить knopkasini bosasiz. Keyingi asosiy talab qilinadigan narsalardan bittasi sistemangiz vaqtini ham qarab olishingiz kerak. Agarda bu narsaga qaramasangiz, keyinchalik autentifikatsiya jarayonida problema bo'lishi mumkin. Misol uchun sizda kompyuteringizda misol uchun mana bu vaqt turibdi, lekin sistemaga qaraydigan bo'lsak, misol uchun дополнительный opsiyaga qaraydigan bo'lsak, 2009-yil 3-yanvar 14:30 turibdi. Bu vaqt noto'g'ri. Mana shu narsani o'zgartirib qo'yishimiz kerak, ya'ni onlayn ravishda bu narsa o'zgarishi kerak. Bu demak NTP server noto'g'ri ko'rsatilgan ekan. Biz birorta bir onlayn NTP serverlarni ko'rsatib qo'yamiz. NTP server deylik. Misol uchun onlayn NTP server. Google'likni qo'y qilamiz. Mana bu yerda timegoogle.com ishga qo'yamiz. Tak, mana применить. Mana e'tibor beradigan bo'lsak, o'sha vaqti o'zgardi, ya'ni onlayn ravishda, ya'ni internetga bog'lanib turib, shu vaqtini olib turadi. Mana vaqtni to'g'rilab oldik. Endi keyingi etapda birorta bir foydalanuvchining kompyuteriga kiramiz. Misol uchun xodimni kompyuteriga kirib, o'sha xodimni profilidan Kerodan avtorizatsiyadan o'tamiz. Kero lokal Akbar Hayitov и keyingisi salom 123. Mana avtorizatsiyadan o'tdik. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda umumiy interfeysi, ya'ni bu yerda ma'lumotlar bor, statistika, bugun, shu haftada yoki shu oyda foydalanilgan ma'lumotlar to'g'risida statistika berib o'tilgan. Mana shu yerda demak e'tibor beradigan bo'lsak, двухшаговый проверка degan joy bor. Mana shu oynaga o'tamiz. Mana shu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, bizda QR kod yoki qanaqadir line kod, tak string tipidagi kod berilgan. Mana shu ikkita koddan bittasidan foydalangan holatda biz mana bu yerda kod подтверждениyani olishimiz kerak. Bu QR kodni o'qiydigan yoki mana string kodni o'qish uchun bizda ko'plab programmalar bor. Mana shulardan keng tarqalgani nima? Misol uchun Google Authenticator programmasidan foydalanamiz. Buni hozir telefonda ko'rsatib beraman. Mana mobil telefonda ko'radigan bo'lsak, Authenticator programmasi bor, Google Authenticator. Bu Android telefonlarga tushadi. Endi iOS uchun ham shunga o'xshash programmalar bor.
Misol uchun autentifikatorni ochadigan bo'lsak, programmani, mana begin. E'tibor beramiz, add account, ya'ni akkaunt qo'shish. Biz bu yerda o'sha scan barcode, ya'ni QR kodni o'qishimiz yoki enter a provided key, ya'ni bu string tipidagi kalitni kiritishimiz mumkin. Scan barcode qo'yib qolamiz va buni o'qiymiz mana. E'tibor beramiz, 570 117 chiqdi. Bu har 30 sekundda o'zgarib turadigan narsa. Buni e'tibor beradigan bo'lsak, o'sha Akbar Hayitovga tegishli bo'lgan naqa ekan. Mana shu 574 988 raqamini endi kiritamiz. Mana bizda Google Authenticatorda olgan kodimiz bor, o'sha narsani kiritamiz. 988. И этот подтвердить bosamiz. Mana задано двухшаговый demak muvaffaqiyatli tugallandi. Mana biz demak o'sha двухшаговый проверкani qo'ydik. Agar umuman begona kompyuterga kiriladigan bo'lsa, boshqa kompyuterdan kiriladigan bo'lsa, siz login parolingizni bilgan taqdirda ham, demak, bu foydalanuvchini profildan foydalanish uchun albatta ikkinchi qo'shimcha, ya'ni har 30 sekundda o'zgarib turadigan demak parol talab qilinadi. Xohlasangiz bu narsani o'chirib ham qo'yishingiz mumkin. Ya'ni отключить двухэтапный autentifikatsiyada qiladigan bo'lsangiz, yana mana bu yerda kod kiritib yo'qotishingiz mumkin. Mana bu приложениyadan yana qo'shimcha kod kiritishingiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda berilgan ekan 548 068. Mana shunaqa qilib отключить qilishingiz mumkin. Mana отключение bo'ldi. Yoki 348 264. Mana bu narsani qo'shdik. Bu yerda naqaga borib, administratsiya qismiga o'tamiz. Mana пользователь turibdi. Пользовательda mana Akbar Hayitov bo'ladigan bo'lsa, mana o'ng knopkani bosib, mana bu yerda отключить двухшаговой проверки. Mana shuni tanlagan holatda ham mana adminskiy qismidan mana bu narsani nima qilishimiz mumkin? O'chirishimiz mumkin. Haqiqatdan keyin ko'radigan bo'lsak, bu yerda двухшаговой autentifikatsiya уже foydalanuvchida o'chdi. Mana shunaqa qilib, demak, foydalanuvchilarni tekshirib ko'rishingiz mumkin. Demak, ushbu darsimizni yakunlasak ham bo'ladi. Keyingi darsimizda Geo IP filtratsiya to'g'risida suhbatlashib o'tamiz.